Xo'sh, nega kelding? Haligi ayollar bayrami 8-mart yaqinlashib qopti. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, indan keyinchi 8-mart bo'lsa nima bo'pti? Xotinlar jo'natishdi boyata. Sovg'a olishga qiynalmasinlar deb nima kerakligini aytib yuborishdi. Kim sovg'alar ekan? 8-martga. Hamma erkaklar sovg'a olishi shart ekan. Ular ko'pchilik bo'lsa, qaysi biriga sovg'a olib beraman? Hisoblab chiqishdi. Hovlingizda 22 ta ayol bor ekan, hammasiga bittadan iPhone olib berar ekansiz, xo'jayin. Ey bola, o'g'lingga qarab gapir. iPhone necha pul turishini bilasanmi o'zi? Axir hammasiga sotga olib berganman-ku. Sotga modadan qolibdi. Nimaga modadan qolar ekan? O'ylab gapirasanmi? Bo'lmasa-chi, hali bog'chapalarga shampan, maktab o'qituvchilariga gul bilan kanika olib berish kerak. U yaramas, nima deyapsan? 18 sana bilan bog'chaga chiqsa, 12tasi maktabga borsa, hammasiga qandoq qilib yetkazaman? Boyotda hali institutdagi ayol domlalar ham boylab turibdi. Sizni biror sovg'a bermasa sachib qo'ymaydi. Voy, Parvardigor. 22 ta iPhone, bog'chaga shampan, maktabga konyak. Institut domlari ham bor hali. 8-mart deysanmi? Yana kim qoldi? Sovg'a olmagan. Oyligim yetadimi? Ro'yxat katta, xo'jayin. Hali quda taraf ham bor. Xafa bo'lishadi. Pulchi, pul. Qaynonalaringiz qoldi. Qayni singillaringiz ham bor. Xolalaringiz ham poylab turishdi. Ammalaringiz ham umid qilib yotishdi. Yig'lamang boyota. Bir kunlik 8-mart o'tadi ketadi. Turib padaringga la'nat shum qadam. Ey Xudo, bitta bayramga shuncha xarajatni bilganimda umuman uylanmasdim. Voy! Nima gap? 8-mart.